Alaykum assalom. Amin. Bu bayram kunlari qotgan ishlaring xayrli bo'lsin. Yo'llaring yorug' bo'lsin. Xalqqa manzur, yurtga manzur, bolalarga manzur, chiroyli film chiqsa yarakagan bo'lsa qo'llab qolaman. Plechkani taqib qo'ysam bo'ladi. Nima qilasan? Prosta shu gaplashayotgan, aytayotgan fikrlaringizni yozib olish. Kimga? Bu yerda kamera olyapti. Nima deyapti? Alisherga berasizlar shunaqa qilib. Voy, через kamera gaplashadigan bo'ldim men. Voy, tavba qildim. Alish, xudo urdi-yu. Через kamera gaplashasanmi? Juma gaplasha olmaysanmi? Kel, bu yoqqa yetib ketib bo'lmasam. Ssenariy ma'qul, juda ham yaxshi, menga yoqdi. Men o'ylaymanki, bu bolalarning qalbiga yo'l topadigan chiroyli, yaxshi sport temasiga film bo'ladi. O'zi futbol, ayniqsa bizni terma jamoamiz jahon chempionatiga chiqqandan keyin nihoyatda ommalashib ketdi. Bu ham qaysidir ma'noda shu kinochilarni, ayniqsa yosh kinochilarni ana shu o'zbek futbolining rivojiga, yanada yuksalishiga, yanada xalq o'rtasida nima deyiladi, ommalashishiga ana shu film qaysidir ma'noda hissasini qo'shadi. Bizi filmimizni tug'ilishi, filmi yaratilishi, filmi yozilishidan maqsad ham shundan iborat. U o'zidan tug'ilgan narsa emas, chunki futbol bizda hamma yaxshi ko'radi. Men o'ylaymanki, bu bizni ishlamoqchi bo'layotgan, olmoqchi bo'lgan filmimiz ham qaysidir ma'noda mana shu bizni xalqimizning futbolga bo'lgan munosabatini bir aks ettiradi. Avvalambor men ijodiy komandaga katta bir minnatdorchilik bildiraman. Men taklif qilishganiga o'zim hayron qoldim. Nechun meni taklif qilishdi deb. Qarasam, ssenariyni o'qigandan keyin ko'rdim, haqiqatda qaysidir ma'noda endi men desam manmanligiga sal ketib qolmasa, kimga ketmasin u, lekin men uchun yozilgan ekan o'zimda o'qib qarasam. Unisiga Alisher men nafaqat aktyor sifatida, rejissyor sifatida ham hurmat qilaman. U bilan ikkita filmda ishlaganmiz. Akam bo'ydoq, dadam bo'ydoq. Uni davomini olmoqchilik, xullas kalom. Bu katta ishlar bilan band bo'ldi. Sal kinodan yiroqlashib ketib qoldi, uzoqlashib ketib qoldi. Men xursandman kinoga qaytganidan. Men o'ylaymanki, ssenariyning o'zi bor, yuki bor, tomoshabinga aytadigan gapi bor, ssenariyda ko'zlangan maqsad bor. Albatta, yaxshi film chiqadigan niyatda. Men hozir ijodiy jamoani ko'rib turibman, mana bir qancha tanish chehralar, bularning hammasi qaysi ma'noda ichida futbolni menga o'xshab yaxshi ko'radigan. Men juda fanat bo'lmasam ham, lekin chiroyli o'yin tarafdoriman. Asosiy gap qolib ketibdi. Men bolalar kontenti tashkil bo'lgandan beri ana shu bolalar kontentida ekspertlar guruhining raisiman. Yana tag'in buni aytmoqchi emas edim. O'zlari rais bo'lib, o'zlari o'shada ekspertlar guruhida ishlab turib, o'zi rol olibdi deb. Vaholanki men umuman rolga aloqam yo'q. Menga taklif qilishdi. Bog'ichidan bu loyihani qo'llab-quvvatlaganman. Chunki sport sohasida bizni bolalarimiz atalgan filmlar yo'q edi. Men juda ham xursand bo'ldim, mana shu bolalar kontenti tashkil bo'lgan edi. Nima uchun? Chunki bizni bolalarimizga atalgan filmlar deyarli yo'q edi. Faqat film emas. Hozir bularning juda katta bir rejalari bor. Mana hozir bittasini ko'rdik, Sehrlaniya degan 1,5 soatlik animatsiya filmi. Ya'ni o'zbek animatsiya tarixida bu qaysidir ma'noda bir yangilik. Bizda hech qachon 1,5 soatlik to'liq metrajli animatsiya film ishlangan emas. Bu yangilik albatta. Bularning keyingi ijodiy rejalar to'g'risida xabarim bor. Men demoqchimanki, oldiga qo'ygan maqsadlar juda ham ulkan, juda ham buyuk maqsadlar qo'yishgan. Albatta, ana shu maqsad sari bularni intilishiga qaysidir ma'noda men ham yordam berayotganidan nihoyatda xursandman. Kelajakda chiroyli, ajoyib bolalar uchun nafaqat filmlar, balki bolalar uchun har xil loyihalar, har xil kontentlar tayyorlashda men ularga kuch-quvvat tilagan bo'lardim. Bularga esa ishlayotganlarni, mehnat qilayotganlarni deyarli 90%, 90 emas, 100%. Men o'zim ham qo'shib bordim bular ichiga, yoshlardan iborat. Yoshlarda ajoyib g'oyalar chiqadi. Men juda ham xursandman. Ana shu loyihada qatnashayotganimdan, ana shu jamoa bilan, bolalar kontentida bular bilan bir tanu bir jon bo'lib ishlayotganimdan.
Ular hammasiga endi gapirsam gap ko'p. Chiroyli iboralarni bilmayman. Chiroyli so'zlarni bilmayman. Tutilib gapiryapman, lekin bu hammasi yeridan chiqqan, qalbdan chiqqan gaplar. Hammalaringga omad tilayman. Dinozavrlar davridagi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsiz? Ha? Anaqa duo qilasanmi? Yapsam duo. Qolma. Qanday qarab qo'yishyapti davralarda. Qarashmayapti Asqar aka deyishadi. Asqar aka anaqa. Shu mo'minlarda. Hammasi mendan. Aka deyishyapti. Ha. Ya qo'ringlar desam. Aka o'rganib qo'y. O'zini soqit qilib olgan mo'min. Duoni. Bo'ldi, o'zini soqit qilib olgan, bo'ldi. Asqar aka ham ishini qo'yadi. Allah ishimizni rivojini bersin, fayzimizni bersin, yuzimiz hamisha yorug' bo'lsin. Rahmat. Kim bu? Assalomu alaykum. Mening do'stim Jim filmida sizni o'xshatdi aka. Ha, yo'q. Probada sariq anaqa qildim. Ha, yo'q. Malades. Tabriklayman. Probadan sen o'tding. Xudo xolasa shu geroylardan bittasini o'ynaysan. 45 ta geroy bor, 46-chi. Tabriklayman. 45 ta geroy bor, 46-chi sensan. Ya, bilmadim, hazillashyapman. Alisher akam senga yaxshi rol beradi. Malades. Kecha. Assalomu alaykum. Qalisa. Yaxshimisan? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qalay, nima gap, tinchmi? Yaxshi? Qaysi shunda kelsin? Menmi? Hozir syomkadan keldim. Ke, oting nima edi? Sherozbek. Sherozbek. Yaxshimisan? Familiyangni berchi. Ha, biz ham boshlovchi Ye, bo'lardik. dadam telefon qilibdilar hozir. O'zing keldingmi? Ha? Bu o'sha syomkada Dadimlar. Allo, dada. Alisan? azishga qilasiz, shuni ham. Yaxshimisizlar? Sheroz. Labek. Qalaysan? Zo'r. Ketur, ading nima dod? Ana, shu Nima bo'ladi. dillarni? Adam, ya ana agar kattalar kerak bo'lsa chaqiraverdi dedilar-da. Qattalarni? Adam, hozir ko'chada ekanlar. Qatta kecha. Bilmayman. Va o'zing keldingmi? Qayerdan kelding? Hozir mana u paxtakor ana nima deydi? Televiziyadanmi? O'sha. Peshkom kelding? Yo'q. Metroda. Ha. Yaxshi, ke. Tabriklayman, sen ham o'tding. Rahmat. O'tiramiz. O, rahmat. Shu ikkita bo'lami? Bayraminglar bilan sizlarni. Rahmat. Kinoga qanday kelib qoldingiz? Bu kinoga. Chempion filmini Alisher akam chaqirdilar. Chempion filmini kastingini e'lon qilgan Alisher akam taklif qildilar. Kastingni e'lon qildik. Shu borada Alisher akam bilan ozgina gaplashib qoldik. O'zim ham aytgandim, Alisher aka kinoni yomon sog'indim anchadan beri. Bunaqa kino bo'lmayapti. Balkim shu sabab bo'lgandir. Alisher akam chaqirdilar. Vayonlarga o'tib ketishingizda asosiy sababi kino yo'qligimi yo boshqa sababi bormi? Kino yo'qligi. Boshqa sababi ham bo'lishi mumkin, lekin ijodkor odam ozgina ijodiga kasal bo'lar ekanda, bir kun ijod qilmaydi, mayli, ikkinchi kun qilmaydi, lekin uchinchi kuniga nimadir qilgisi kelar ekanda, baribir. Nimadir yozib qo'ygisi kelar ekan yoki o'zini ko'rsatgisi kelar ekan, o'zini mahoratini. Albatta teatrda ishlaymiz, lekin xususiy filmlar hozircha pauzada bo'lib turganligi uchun hech bo'lmasa ijodimizni Instagram degan maydonda ko'rsatib turishga harakat qilamiz qo'ldan kelgancha. Lekin bu degani bo'ldi, blogerman. Men o'zimni bloger deb bilmayman. Bloger qaysidir blogni yurg'izadigan odamda. Men hech qachon Instagramimni blog qilib yurg'izmaganman. Men shunchaki bor ijodimizni sal professionalroq qilib Instagramga moslab turib, kichkina hasilchada aktyor sifatida o'ynab beraman xolos. Ideya qilamiz, o'tiramiz, ishlaymiz, olishga harakat qilamiz. Shu ijodimizni qo'yib turibmiz. Vaqtinchalik demayman, bundan keyin ham qo'yaveramiz. Savolim, bu filmga o'tish jarayoni qanday bo'ldi? Avvalambor menga taklif qilganda, kasting bo'ladi deb aytishganda, juda ham hayajonlandim. Birinchi kelishimga ko'pchilik aktrisalar edi.
Judayam hayajon bo'ldi вот этот процесс. Очень волновалась. И я сразу после вот этих проб сказала, что Алишер aka, я очень волновалась, если что, извините. Keyin rostini aytsam, juda ham Xudodan so'radimki, ilohim shu meni rizqim bo'lsa agar, shu rolni ijro etish menga nasib qilsa, ilohim shu meniki bo'lsin deb juda ham Xudodan so'radim. Поэтому я очень рада, что я являюсь частью этого проекта. Вот, кастинг был очень такой сильный.